Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 25-oktyabrdagi qaroriga asosan, ya'ni transport vositalarini boshqarishni takomillashtirish to'g'risidagi qarori bu A1 toifali haydovchilik guvohnomasiga qo'shilganligini bildiradi. Bu qaror 2026-yilning 1-yanvaridan boshlab kuchga kirdi. Demak, bu asosan A1 toifaga tezligi 25 kilometrdan oshmaydigan, nominal quvvati 0,25 kilovatgacha bo'lgan asosan transport vositalari kiradi. Demak, A1 toifasini haydovchi talabgor olishi uchun birinchi navbatda offline, online darslarga qatnashmasdan o'zi mustaqil ravishda tayyorgarlik ko'rib, nazariy va amaliy imtihonlarni topshirsa bo'ladi. Bunga qo'yiladigan talablar asosan 20 ta elektron test savollardan iborat bo'ladi. O'sha 20 ta elektron test savollaridan 16 tasiga to'g'ri javob bergan talabgor nazariy imtihondan o'tgan hisoblanadi. Amaliy imtihonni topshirish uchun haydovchi 9 ta mashqni bajarishi kerak bo'ladi. O'sha 9 ta mashqni bajarish jarayonida haydovchi maksimal ball 95 ballgacha agarda jarima ballari olgan taqdirda ham imtihon topshirilgan hisoblanadi. Agarda imtihon natijasi 100 ball va undan ortiq bo'ladigan bo'lsa, bu holatda talabgor imtihonni topshirmagan hisoblanadi. A1 toifaga imtihon topshiruvchi talabgorlar O'zbekiston bo'yicha barcha imtihon markazlarida imtihon topshirishlari mumkin. Chunki bizda hamma o'sha A1 toifa uchun hamma sharoitlar yaratilgan.